Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumaniga olib kelib o'rnatdik. Juda chiroyli chiqdi bu darvozamiz, high-tech fasondagi darvozamiz. 395 ga, bo'yiga 310 razmerga o'rnatildi. 1 kvadrat metr 1.300.000 so'mdan, o'sha summasi 15.900.000 so'mga olib kelib o'rnatildi. Ko'rishlaringiz mumkin, darvozamiz juda chiroyli, juda sifatli holatda o'rnatildi. Mana darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz materiallari bilan tanishtirib o'tsak, stoykalari 10 ga 5 shivillerdan bo'ldi. Ikki yoni tagi shiviller, profillari 6 ga 4, 1.7 stenada, listlari 2lik listda bo'ldi. 2 qavatli variantda. Ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli holatda o'rnadi darvozamiz. Zamoklar har doim o'rnatilgan. Bu bir zamokda. Darvozamiz orqa holatlari, orqalari ham tekis, juda ideal holatda o'rnadi. Ana plotniy bu. Darvozamiz nejvinkalar, qora nejvinkadan foydalanilgan. Kraskalarga kelsak, devo kraska bo'ldi, kraskalari. Xudo xohlasa garantiya kraskalarga ham. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Joyda o'lchab, plotniy qilib razmerga yasab berilaveradi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli aka-ukalar. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.